Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Bugun sizlar bilan SAT matematikasining yangi domenini boshlaymiz va bu domen Geometry and Trigonometry deb nomlanadi, ya'ni geometriya va trigonometriya va ularni o'zaro bir-biriga bog'liqliklari. Demak, birinchi darsimiz va bu darsimizning topigi area and volume, ya'ni yuza va hajm hisoblanadi. Yuza va hajm qanaqadir bir particular common bo'lgan shape'lar bor, ya'ni shakllar va bu shakllarga oid misollarni ko'rib chiqamiz, ya'ni yuzasi va hajmi qanday topiladi. Okay. Videoni boshlashdan oldin albatta ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizga obuna bo'lib qolishingizni aytgan bo'lardim. Bu demak Telegram Jansetbek's Digital SAT Math English, YouTube Jansetbek's Channel English Mathematics. Demak boshladik. Bugungi darsimizni, video darsimizni demak plani, rejasi shundan iborat bo'ladiki, birinchi navbatda biz 2 va 3 o'lchovli shakllar degan tushunchani ko'rib chiqamiz. Nimaga nisbatan 2 va 3 o'lchovli shakllarni o'rganishimiz kerak va nima uchun muhim? Ya'ni buni muhimligi o'sha aynan bir yuza bilan hajm o'zi qayerdan kelib chiqqanligi, ya'ni bu yerdagi dimensionlar, ya'ni o'lchovlar unda qanday ahamiyat kasb etishi. Misol uchun hamma jismlar ham u hajmga ega bo'ladi degan narsa yo'q. Yoki hamma qanaqadir bir partikular bir turlari borki yuzaga ega bo'ladi, yana bir turlari borki yuza va hajmga ega bo'ladi. Ya'ni buni o'sha dimensionlari farq qiladi. Ya'ni dimensionlar orqali ajratish mumkin. Nechta dimensiondan iborat bo'lgan bo'lsa, nechta o'lchovdan iborat bo'lgan bo'lsa, o'sha shakl demak o'lchov deb nomlasak bo'ladi uni. Mana yozib qo'yish mumkin. O'lchov va shunda aniqlashimiz mumkin, yuzaga egami yoki hajmga. Demak, qisqasi xullas bir so'z bilan aytganda juda ham muhim uni dimensionlarini tushunish va u property'lar, ya'ni uni xossalarini o'rganish. Okay. Ikkinchisida definition of area and volume, ya'ni definitionni ko'rib chiqamiz, o'zi nima degan savolga javob beramiz. Definition degani bu ta'rifi degani. Okay. Demak, uchinchisi ayrim bir SAT matematikasida, SAT'ni matematika qismida siz examda uchratishingiz mumkin bo'lgan shakllarga nisbatan special formulalar, ularning ayrimlarining kelib chiqishi va ayrimlarining umumiy qo'llanilishi bilan tanishamiz. Special formulas va albatta ozgina terminlar bor, asosiy terminlar unaqangi ko'p emas, lekin o'rganishimiz kerak bo'lgan. Bu terminlarda demak to'g'ridan-to'g'ri tarjima qilinmaydigan va to'g'ridan-to'g'ri tarjima qilinmaydiganlari ham bor. Misol uchun diameter degan so'z o'zi ingliz tilidan kelib chiqqan, bizda ham shu qabul qilingan, buni termin sifatida ishlatishimiz mumkin. Demak, boshladik. Birinchisi 2 va 3 o'lchovli dimensional shape'lar o'zi nima? 2 o'lchovli degani, ya'ni bu yerda balandligi va nimaga ega bo'lgan? Bo'yi va eniga ega bo'lgan, balandlik emas, bo'yi va eniga ega bo'lgan shakllar tushuniladi. Misol uchun faraz qilib aytadigan bo'lsa, mana bu chiziq o'zi bu bir o'lchovli shakl. Shakl demaylik, bir o'lchovga ega bo'lgan chiziq deylik, bo'ldi. Mana shunaqa deb tushuntirsak bo'ladi. Ya'ni bitta o'lchov bor xolos. Biz qanchadir o'lchaymiz xolos. Buni eni yo'q, shunchaki bo'yi bor xolos. Bu uzunlikka ega xolos, shunchaki. Ana endi mana bu rectangle-da e'tibor beradigan bo'lsak, bu tomoni bor va bu tomoni bor. Demak, ikkita o'lchov. Ya'ni biz shunchaki bo'yi uchun emas, endi enini ham o'lchashimiz mumkin. Va bunday shakllar ikki o'lchovli shakllar deyiladi. Two dimensional shapes. Two dimensional figures degan bo'laveradi. Rectangle albatta to'g'ri burchakli to'rtburchak rectangle desak bo'ladi. Endi to'rtburchaklar oilasiga kiradigan boshqa ko'plab
turlari bor. Endi SATda ular unchalik ham common emas, lekin bilmadim, balkim uchratishingiz mumkin. Albatta, buni oldin aytib bo'lmaydi, chunki umuman SATga bo'lgan nima ham yangilanib boryapti. Har yilda yangilanib boradi. Balkim qo'shishi, balkim qandaydir chiqarib tashlashi mumkin. Mana misol uchun rectangle oilasiga kiradigan shakllardan parallelogram, yana nima deyish mumkin? Mana bu yerda square bor, ikki o'lchovga ega bo'lgan, bunda ham mana bo'yi va eniga ega bo'lgan kvadrat bor. Keyin yana trapetsiya degan bor. Shunaqalari bor, balkim qo'shishim mumkin. Keyingisi triangle, ya'ni uchburchak. Uchburchaklarning barcha turlari, burchaklarga nisbatan ajratiladigan turlari bor. Tomonlariga nisbatan ajratiladigan turlari bor. Umuman barcha turlari bu yerda teng tomonli tasvirlangan. Bu ham ikki o'lchovli shakl. Endi bunda sal jicha rectangledan boshqacharoq, lekin bu ham ikki o'lchovli shakl hisoblanadi. Keyingisi circle, ya'ni aylana yoki doira sifatida ham qabul qilishimiz mumkin. Bu ham ikki o'lchovli shakl. Ikki o'lchovli shaklda bu yerda nimaga ega bo'ladi? Yuzaga ega bo'ladi. Yuzaga ega bo'ladi. Demak, mana bu yerda yuzasi bor. Ikki o'lchovli shaklda bu yuza degan. Misol uchun mana bunday bir o'lchovli shaklda bu yerda yuza bo'lmaydi. Shunchaki uzunlikka ega bo'ladi xolos. Bir-biridan qiyoslash uchun misol keltirishimiz mumkin shunchaki. Demak, bir o'lchovli shakl yuzaga ega bo'lmaydi, shunchaki uzunlikka ega bo'ladi xolos. Ikki o'lchovli shakl yuzaga ega bo'ladi, ya'ni u qanaqadir tekislikdan qanchadir hudud egallaydi, buni definitioniga ko'rib chiqamiz. Endi 3 o'lchovli shakl, 3 dimensional shapes, ya'ni 3 o'lchovli shakllar qanaqa bo'ladi? 3 o'lchovli shakllar bu bo'yi, eni va balandlikka ega bo'lgan shakllar. Misol uchun rectangular prisms, ya'ni prizma. Asosi rectangledan iborat bo'lgan, ya'ni to'g'ri burchakdan, umuman to'rtburchakdan iborat bo'lgan prizmalar hisoblanadi. Ya'ni buni to'g'ri burchakli parallelepiped deb nomlaymiz. Ya'ni bu yerda balandlik qo'shilib qoladi. 3-dimensional space shapes ni asosiy bir ikki o'lchovlidan farqi bu balandlik qo'shilib qoladi. Bu yerda o'lchovda 3-o'lchov bo'lib turib, bu balandlik hisoblanadi. Va bu demak o'lchov 3-o'lchovdagi shakllarga yana silindr misol keltirishimiz mumkin. Ya'ni asosiy nimasi yana balandlik, silindr misol keltirishimiz mumkin. Sfera, endi sfera, bu yerda sfera bilan shar degan tushuncha bor. Bu yerda ball desak bo'laveradi inglizchasiga. Shunaqa termin ishlatishimiz mumkin. Termin emas, okey. Shar bilan sferani farqi xuddi bu aylana bilan bizdagi doiradagi farq hisoblanadi. Mana aylana shunchaki ring, uzuk, chiziq o'zi xolos, o'shanga qiyoslasak bo'ladi. Doira bu umuman yuzaga ega bo'lgan shakl. Sfera ham bu yerda nimasi bor? Sirt bor xolos sferada, lekin sharda umumiy solid to'la bo'ladi. Misol uchun soqqa deb tushuntirsak bo'ladi. Qanaqadir bir soqqa ichi ham to'la bo'ladi. Uni sfera bilan sharri bir-biridan farqi. Xo'p, piramid, ya'ni piramidani yana boshqa turlari bor. Bu yerda demak, to'g'ri burchakli to'rtburchak keltirilgan yoki kvadrat, adashmasam, kvadrat bo'lishi mumkin. Ya'ni asosi to'rtburchakdan iborat bo'lgan piramida. Lekin uni misol uchun 3 burchakdan iborat bo'lgan piramida bor, asosi 5 burchakdan iborat bo'lgan piramida bor. Demak, boshqa piramidadan boshqa turlari ham kelib qolishi mumkin. Umumiy tushunchasida, ya'ni siz piramida nimasini shakliga duch kelasiz. Ya'ni konus, keyingisi yana o'sha hammasida 3 o'lchovlikda balandlik bor. Balandlik bormi? Ya'ni nimada tushuntirsak bo'ladi? Tekislikdan qanchadir ko'tarilyaptimi? Demak, bo'ldi. Bu 3 o'lchovliga o'tib ketadi. 4 o'lchovli degan tushuncha ham bor. Endi bizda dunyomiz 4 o'lchovli deydi. Endi bu boshqa masala, albatta 4-o'lchov vaqt deb aytiladi. Misol uchun bu yerda savol bo'lishi mumkin. Okey, 1 o'lchovlikni tushundik, 2 o'lchovlikni tushundik, 3 o'lchovli. 4 o'lchovli qanaqa bo'ladi degan narsa bo'lishi mumkin, lekin bu yerda SATda unchalik chuqur kirmaydi u narsaga. 3 o'lchovlikda to'xtaydi.
Okay, demak mana bu yerda konus nazarda tutilyapti. Asosi demak piramidaga o'xshab ketadi, faqat asosi doiradan iborat bo'ladi va nima bo'ladi? Ha. Konus shunchaki dumaloq bo'ladi, asos. Tushunarsiz buni yana o'sha nimadan iborat? Balandlikdan iborat, uch o'lchovligini bildirib turadi bu. Demak, ikki o'lchovli va uch o'lchovli shakllarni bir-biridan farqli. Yana aytganimdek, ikki o'lchovlida bu volume degan tushuncha yo'q. Chunki volume bu hozir definitionini ko'ramiz, ya'ni hajm degan tushuncha yo'q, lekin area ya'ni yuza degan tushuncha bor ikki o'lchovlida. Uch o'lchovlida demak ham area ham volume degan tushunchalar bor. Chunki bu yerda mana bu yoqlarini ham yuzasini hisoblashimiz mumkin biz. Hop, definitionga endi e'tibor bersak, area, birinchisi yuza. Area is a fundamental concept in geometry and refers to the measure of the extent of a two-dimensional surface of or shape. It quantifies the amount of space a flat surface occupies. Occupies degan so'zga e'tibor beramiz. Okay. Demak, bu yerda qisqacha qilib aytganda, yuza bu tekislikda o'sha shaklni qancha hududni egallab turganini ko'rsatadi, occupy qilganini ko'rsatadi deyapti. Ya'ni tekislikda qancha hududni egallab turganini aniqlab beradi. Misol uchun birorta shaklning yuzasini so'rasa yoki yuzasini aytsa, misol uchun rectangle to'rtburchak 20 cm kvadrat yuzaga ega desa, demak o'sha rectangle flatda, ya'ni yuzada qanday tushuntirsak bo'ladi? Okay. Tekislikda 20 cm kvadratli hududni egallab turibdi. Mana shunday tushuntirsak yaxshiroq. Endi volume demak o'qib bitta to'liq qilib yozilgan, endi to'g'riroq ilmiy tilda qilib yozilgan. Men soddoroq qilib tushuntirishga harakat qilyapman. Shunchaki o'sha joyda qancha bir space egallab turgan. Endi bu balandlikka ham qo'shib qancha bir bo'shliqqa fazoda egallab turganini nima qiladi? Ko'rsatadi. Birorta jismni volume, misol uchun yana o'sha rectangular prism, ya'ni to'g'riburchakli parallelepipedni oladigan bo'lsak, bu demak 20 cm kubga ega bo'lsa, demak u fazoda 20 cm kubli nimani desak, space, ya'ni joyi egallab turibdi desak bo'ladi. Fazoda egallab turadi endi bu. Demak, balandlik ham qo'shilib qoladi. Volume bilan nimani farqi, areani farqi bir-biridan farqi shunda bo'ladi. Demak, uch o'lchovli bitta area bor, ya'ni mana bu yerdagi yoqlarini nimasi bor, yuzasi bor. Va pastda ham qanchadir yuza egallab turadi. Umumiy to'la sirtini yuzi degan tushuncha bor. O'sha to'la sirtini yuzida baribir yuza hisoblanadi. Volume bor, ya'ni qanchadir fazoda fazoda egallab turadi. Demak, shunday tushuntirsak bo'ladi. Endi area bu ikki o'lchovliga tegishli ko'pincha. Va bu yerda bu tekislikda hududni egallab turadi. U qanchadir hududni egallab turishini aniqlaydi. Demak, volume bilan areani definitioni, ya'ni ta'rifi o'zbekcha qilib aytganda shulardan iborat. Faqat o'sha biz demak oilasini, sinfini bilishimiz kerak va aynan SAT uchun commonlarini o'rganib chiqishimiz kerak bo'ladi. Xo'p, demak special formula qanaqadir berib nima qilgim kelmadi, o'zim yozgim, ya'ni yozib berishga harakat qilaman, tushuntirib qayerdan kelganiga, agar shu narsani imkoniyati bo'lsa. Demak, yuzasi. Hop, demak, misol uchun mana bunday rectangle dan kelib chiqadigan bo'lsak, to'g'ri burchakli to'rtburchakdan, demak bu yerda A
bunda b bo'ladigan bo'lsa, buni yuzasi s teng a ko'paytiraman. Hammamiz bilamiz buni. Endi qarang. Okay, nimaga a ko'paytirilgan b tushuntirib berishga harakat qilaman. Misol uchun, mana bu yerda nuqtalar bo'lsin. Nuqtalar 1, 2, 3, 4, 5 ta nuqta bo'lsin. Endi mana shu yerda hop, demak 1, 2, 3 1, 2, 3, 4 ta nuqta bo'lsin. 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4 mana bunday. Mana bu yerdagi umumiy nuqtalar sonini topish uchun mana bu 5 ta. Demak 5 ko'paytiramiz. 1, 2, 3, 4. Mana bu yerdagi 5 ta qatordan, xuddi shunaqa 5 ta nuqtali qatordan 4 ta bor, 1 ta bor, 2 ta bor, 3 ta bor, 4 ta bor. Demak 4 kira 5 umumiy nuqtalar soni bu yerda 20 ta. Endi shu narsani uzunlikka nisbatan cheksiz ko'p nuqtalar deb tasavvur qiladigan bo'lsak, uzunlikka nisbatan bu yerda a bilan b ni umumiy ko'paytmasi bo'ladi. Ya'ni umumiy cheksiz ko'p nuqtalarni shu yerda nima qilib tashlasak, mana bu yerdagi umumiy nuqtalarni hisoblaydigan bo'lsak, bu yerda uzunliklarni bir-biriga ko'paytmasi bo'ladi. Misol uchun mana bu yerdan 8 tadan qilsam, baribir o'sha misol uchun 9 ta 8 ta bo'ladigan bo'lsa, 8 9 ga ko'paytmasi. Endi shu narsani umumiy hammasini topadigan bo'lsak, mana bu uzunliklarni bir-biriga ko'paytmasi bo'ladi. Misol uchun 4 sm ga 5 sm bir-biriga ko'paytmasi bo'ladi. Xuddi shundan kelib chiqadi. Demak, uni yuzasi, ya'ni bu yerda xuddi faraz qiling, cheksiz ko'p nuqtalar bor. O'sha cheksiz ko'p nuqtani uzunlik sifatida ifodalash mumkin. Ya'ni umumiy mana bu qatordagini sanab chiqamiz va bundagini sanab chiqamiz. Umumiy ko'paytmasi bu yerdagi areani berar ekan. Square, endi bu yerda square a, bu yerda a bo'lganligi uchun umumiy nisbatda bu yerda s teng shunchaki a ga ko'paytmasi. Bundan ham kelib chiqadigan bo'lsa, bo'yniga ko'paytmasi yoki shunchaki a kvadrat deb nomlasak bo'ladi. S teng a kvadrat bu square, ya'ni kvadratning yuzasi hisoblanadi. Endi uchburchakda jicha boshqacharoq, endi uchburchak ozgina boshqacharoq turdagi to'rtburchakligi, to'rtburchakli, demak to'rtburchakka o'xshagan unchalik common, oddiy emas deylik, to'g'riroq bo'ladi shunday. Endi uchburchak uchun mana bunday shaklda bo'ladi. Mana bunday holatda va mana bunday holatga keltirib olamiz. Bu yerda h, bu yerda a. Endi buni yuzasi s teng 1/2 a ko'paytiraman h a deb nomlasak bo'ladi. Mana bu yerdagi a. Endi bunda kelib uchburchak umumiy yuzasini kelib chiqishi ham mana bu yerda umumiy nimaga to'ldirib oladi? To'rtburchakka to'ldirib oladi. To'rtburchakda umumiy agar men h a ga ko'paytirsam, umumiy mana bu yerdagi to'rtburchakga yuzasini beradi. Agar 2 ga bo'lib yuborsam, o'shanda uchburchak yuzasi bo'ladi. Misol uchun, mana bu umumiy yarmi mana bu yerdan hisoblasam, buni yarmi mana bu yerda. Mana bu yarmini hisoblaydi va buni yarmi. Umumiy olganda ikkovini ko'paytmasini yarmi mana bu uchburchakga nimasini beradi? Yuzasini beradi. Demak, to'g'rilash uchun okay, s deb nomlasak bo'ladi. Endi mana buni yuzasini bu yerda radius degan tushuncha bor, ya'ni bu yerda aylana, radius degani aylanani markazidan, markaziy nuqtasidan aylanani o'sha aylanasida yotadigan ixtiyoriy nuqtasigacha bo'lgan masofa. Mana bu aylanadagi ixtiyoriy nuqtagacha bo'lgan masofa deb nomlasak bo'ladi. Ya'ni bu yerda p degan, pier degan tushuncha bor. Buni shunchaki qabul qilish kerak. To'g'ridan to'g'ri hisoblash, to'g'ridan to'g'ri qanaqadir bir formulasini keltirib chiqarish ozgina vaqt olishi mumkin. O'shaning uchun shunchaki formulasini yozib ketaman. P r kvadrat degan formula bor. Demak, aylanani, doirani deylik, aniqroq bizda aylana bilan doiraga ajratilgan, ulardan ajratilmagan. Adashmasam agar circle deb nomlanadi, ikkovi ham bir xil, birdek. S teng p r kvadrat bu demak nimasi hisoblanadi? Yuzasi hisoblanadi. Keyin yana bitta narsa, bu yerda aylanani uzunligi bor. Misol uchun L deb nomlanadi.
Bu 2 pi r bo'ladi. Aylanani uzunligi degani mana bu umumiy nimasidagi uzunlik. Misol uchun mana bu yerdan 40 turib, hop 40 sayda va ikkita bitta nimaga ajraydi? Mana bunday uzunlikka kelib qoladi va shu uzunlikni o'lchovi L teng 2 pi r bilan aniqlanadi. Endi uch o'lchovli geometrik shakllarga keladigan bo'lsak, bu yerda volume, bu yerda faqat umumiy olganda volume bilan to'la sirtining yuzi degan tushunchalar keladi. S okey, volume nomishlik. Hajm va hajmi o'sha A bilan B, yana A va B, A eni bo'yi va balandligi. S deb nomlanadi, uchovini ko'paytiramiz. A ko'paytiraman, B ko'paytiraman, S deb nomlanadi. Yoki bu yerda ham shunaqa asosini yuzasi AB, endi shundan S ta bor. O'sha dimensional uch o'lchovli bo'lganligi uchun. Yoki buni ko'pincha S asos ko'paytiraman H ko'rinishida ham bo'ladi. Ya'ni asosning yuzini balandligiga ko'paytiramiz, S balandligi. Okey, endi bunda S yuzasi to'la sirtini yuzi 2 ko'paytiraman AB plus AC AC BC deylik shuni, BC plus AC. Mana bunday nomlar. AB plus BC plus AC. Ya'ni AB mana bu yerdagi yuzadan tepada ham bor. Mana bu yerdagi SA bor mana yerda va mana yerda bizga qarab turganda SB bor. Hammasidan ikkitadan bo'lganligi uchun ko'paytmasini kombinatsiyasini yig'indisini deylik. Ko'paytma kombinatsiyasi AB, BC, AC va bularning yig'indisi va bularning ikkiga ko'paytmasi. Chunki ikkitadan bor. Demak, bu prizma to'g'ri burchakli parallelepiped deylik. Okey, bizga to'g'riroq bo'ladi o'shanda. Prizma deb nomlanadi o'zi aslida. 3 burchakli prizma yoki bir 5 burchakli prizma degan tushunchalar. Endi buni o'zining nomi. Xo'p, demak, bu yerda silinderga keladigan bo'lsa, yana o'sha V hammasini uch o'lchovlilarni hammasini deyarli ko'pini, mana bu sfera endi boshqa narsa, shar boshqa narsa, hammasi S asos ko'paytiraman H. Asosi nimadan iborat? Bu doiradan iborat, aylanadan iborat. Demak, buni S asos ko'paytiraman H desak, bu narsani volyumini S asos mana bu S'si pi r kvadrat ko'paytiraman shuni H ga. Bu mana bunday bo'ladi. Xuddi shunday bo'ladi. Ya'ni pi r kvadrat. Endi yozib tushuntirib berishga harakat qilyapman. Shu narsani. Buni nimasini olsak? Kelib qolishi mumkin S, ya'ni to'la sirtini yuzi. To'la sirtini yuzi bu yerda asosining yuzi va S yonining yuzini yonining yuzi degani mana bu yonining yuzi va asosining yuzining yig'indisi. Asosining yuzi bu pi r kvadrat doiradan iborat bo'lgani uchun endi yonining yuzi 2 pi r ko'paytiraman H. Misol uchun qarang, mana bu shunchaki turba deb tasavvur qiling shu narsani. Bu narsani mana bu yerdan bunday qirqdikda, shuni ikkiga bo'ldik, mana bunday shakl hosil bo'lib qoldi. To'g'ri burchak shakli hosil bo'lib qoladi. Endi to'g'ri burchak shaklini buni nimasi? Mana bu yon tomoni bu H bo'ladi, mana yerdan qirqqanimiz uchun va bu tomoni bu aylananing uzunligi. Aylananing uzunligi 2 pi r. O'shaning uchun yon-yoqi ikkovini ko'paytmasiga teng bor. 2 pi r bu aylana va ko'paytiraman H. Pi r kvadrat bu asosini nimasi? Yuzi hisoblanadi, ikkovini yig'amiz. Endi piramidani hajmi S. Okey. Kichkinaroq yozamiz. V teng 1/3 ko'paytiraman S asos
ko'paytiraman h. Piramida bilan konus juda bir-biriga o'xshash. Bu yerda nimasi 1/3 dan iborat, chunki mana nima qisqarib ketgan tepaga qarab 1/3 bo'lgan. Endi bu narsa bu shakllar mana piramida, konus, sferani nimasi hajmi bularga o'xshab tushuntirib bo'lmaydi. Ya'ni bo'lmaydi deganim bo'ladi. Albatta bu yerda nimalarga integrallarga o'tib ketib qoladi. O'shaning uchun shunchaki yo'llab olishni tavsiya qilaman. Hammasida S-asos ko'paytiraman h, hammasiga fundamental S-asos ko'paytiraman h, faqat konus bilan piramidada 1/3 bor. Endi S'ini olsaydik, ya'ni umumiy to'la sirtini yuzini olsak, o'shanda ham bu yerda asos va S yon sirti va to'la sirtini yig'indisi bo'ladi. Asosnigi yuza va yon sirtini yuzasini yig'indisi bo'ladi. Endi bu yerda murakkabroq. Endi bu narsa kerak bo'ladimi, yo'qmi bilmayman, lekin o'sha extra information sifatida bu narsaga qo'shimcha ma'lumot berib ketyapman. Mana asosni yuzi deganda mana bu yerdagi to'rt burchak yuzi hisoblanadi. Endi yoni deganda mana bu yerda 4 ta yog'i bor. Bitta, ikkita, 3 ta, 4 ta. Ya'ni mana bu 3 burchakdan iborat bo'lgan. Shu 3 burchaklar yig'indisi to'rg'on yig'indisi bo'ladi. Albatta bu misoldan kelib chiqadi. Okay, demak, yana konusga konga keladigan bo'lsak, bu narsa 1/3. Asosini yuzi bu yerda aylana bo'lganligi uchun, doira bo'lgani uchun pi r kvadrat, asosini yuzi va ko'paytiraman h, s asos ko'paytiraman h. Konus bilan piramidada 1/3. Endi yana shuni s'ini berib ketay, kerak bo'lib qolishi mumkin. Bu narsada yon yoqi bilan buni yig'indisi. Asosini nimasi, ya'ni pi r kvadrat, asosini yuzi mana bu doiradan va yon yoqini yuzi mana bu formula bilan aniqlanadi. Pi r l. Kerak bo'lib qolishi mumkin. Berib ketyapman. Ya'ni tushuncha berishga harakat qilyapman qo'ldan kelgancha deylik. Okay. Demak, volume. Buniki sferaniki, sharriki. Shar desak to'g'riroq bo'ladi. Demak, sharriki juda ham ko'p kerak bo'ladi. 4/3 pi r kub. Sharriki 4/3 pi r kub va buni sferasini yuzasi, sirtini yuzi bu narsa demak 4 pi r kvadrat ko'rinishda bo'ladi formulasi. Integral usulidan kelib chiqqan. Integral usuli orqali topilgan yuzlar hisoblanadi. Shunchaki yo'llab olishni tavsiya qilaman. Endi yo'llash hamki ko'proq misolda ishlatsangiz, shu narsani to'liq tushunib chiqsangiz, oddiy narsa bo'lib qoladi. Ya'ni misolda ko'proq ishlatirsangiz, shunchalik ham yo'llashga ehtiyoj qolmaydi. Ya'ni shulardan iborat bo'ladi. Keyin mana bu yerda bitta ozgina yana extra information berib ketay, muhim emas edi-yu, mayli, unchalik ham muhim emas, lekin shu narsani agar mana bu A, S, B larda, misol uchun mana bu yerda aytdik-ku, endi bu o'lchovlar hammasi bitta o'lchovga kelib qolsa, bu kubni tashkil qiladi. Ya'ni kub degani hamma qirralari bir-biriga teng bo'lgan to'g'ri burchakli, asosi to'g'ri burchakli to'rtburchakdan iborat bo'lgan prizma desak bo'laveradi ilmiy tilda, yoki mana hamma tomoni bir-biriga teng bo'lgan geometrik shakl. Endi buni hajmi mana A, B, S, bunda A 3 ta bo'lganligi uchun bu yerda A kub va to'la sirtini yuzi S teng. Mana bular hammasi A ga almashadi. A ga almashgandan keyin demak bu yerda A kvadrat 3 ta A kvadrat bo'ladi va oldidagi 2 bilan 6 A kvadrat bo'ladi. Shunchaki bu yerda formula berib ketyapman. Albatta misol qilib tushuntirilganda yoki o'qituvchi sifatida offline rejimda yoki online rejimda tushuntirilganda albatta bu narsalarni ham qayerdan kelib chiqqanligini tushuntirib o'tish kerak agar kimdir bu ma'lumotlardan foydalanayotgan bo'lsa. Okay, demak 6 A kvadrat. Tushunarli bo'ldi degan umiddaman. Ozgina misol ishlasak. Umumiy yuza va hajm haqida umumiy tushunchalar shulardan iborat edi. Demak, mana bu narsada bitta example ko'rsak, what is the area?
in square centimeters of a rectangle, just rectangle, not rectangle, with a length of 36 centimeters and a width of 34 centimeters. Shunchaki bitta rectangle bor, shu rectangle'ni nimasi tomonlari, eni va bo'yi 36 va 34 santimetrdan iborat. 36 va 34 santimetrdan iborat. Kengligi 34, balandligi yoki yoni, length degani o'zi uzunlik degani. Uzunligi nimadan iborat? Shuni yuzasini toping. What is the area? Hududi nima? Yuzasi nima? Shunchaki ikkovini ko'paytmasi 36 ko'paytiraman 34. Agar ikkovini ko'paytirib chiqsangiz 1224 bo'ladi agar adashmayotgan bo'lsam. 1224. 34 ko'paytiramiz 36. 1224 santimetr kvadrat bo'ladi. Santimetr kvadrat. O'zim aytib qo'ying, in square centimeters, ya'ni santimetr kvadratlardagi joy. Yani oddiy misol, boshlanishiga unchalik qiyin emas. Xuddi shunga o'xshagan misollar bo'lishi mumkin sizni exam days'da. Okay, another example is like that. The volume of right circular cylinder A is 22 cubic centimeters. Okay, cubic centimeters actually. To'g'ri circular cylinder, ya'ni doiraviy silindrni nimasi, hajmi, volyumi bu is 22 kub santimetrdan iborat. Okay. Bitta circular cylinder bor ekan. Mana shuni volyumi 22 santimetr kub ekan. Yana uchinchi shakl, uch o'lchovli shakl, o'shaning uchun kub santimetr. What is the volume? Volume nima? In cube centimeters of a right circular cylinder. Boshqa bir right circular cylinderning volyumi nima? With o'sha right circular cylinderga ta'rif berib ketyapti. Twice bo'lsin radiusi oldingiga qaraganda va nimasi balandligi 2 marta nimani baland 2 marta kam bo'lsin yoki berilgan silinderdan, ya'ni mana bu A silindri balandligidan yarim balandligiga ega bo'lsin deyapti. Ya'ni 2 marta katta bo'lsin. Bunaqa ekanda. Yangi silindr hosil qilibdi, bunda radius 2 marta katta bo'libdi, lekin balandlik oldingisini yarmicha bo'libdi. Mana bunday deb tasavvur qilsak bo'ladi. Mana. Demak, birinchi A silindr beryapti, ikkinchisi P silindr desak bo'laveradi. Misol uchun bir boshqa bir silindr beryapti va buni volyumi 22 santimetr kub deyapti. Endi buni volyumi mana bu yerdagi, mana buniki R bo'ladigan bo'lsa, buniki 2R. 2R 2 marta katta va balandligi misol uchun mana buniki H bo'ladigan bo'lsa, buniki 1/2H. Ya'ni balandligini yarim. Endi buni yuzasi S teng P R kvadrat ko'paytiraman H va 22 santimetr kub deydigan bo'lsak, volume, actually I'm sorry. Volume, endi buni volyumi demak radiusi 2R ko'paytiraman 1/2 P R kvadrat deylik, shuni to'g'ridan to'g'ri mayli. Actually it doesn't affect that, maybe. Okay, P R kvadrat. Endi P R kvadrat deb bitta 2 marta katta deganligi uchun va mana bu yerda radiusning o'rniga radius kvadrat bo'lishi kerak edi. O'shaning uchun men 2R kvadrati deb ketaman va ko'paytiraman H o'rniga 1/2H qo'yib ketaman. Va bu teng bo'ladi P 4R kvadrat ko'paytiraman 1/2H va bu ham teng bo'ladi. Qisqaroq ko'rinishda yozib ketadigan bo'lsak, okay, men yozing. Demak, V teng mana bundan kelib chiqadigan bo'lsak, 4 bilan 2 qisqarib ketdi, 2 oldinga o'tadi. 2 P
p r kvadrat ko'paytiraman h ko'rinishga kelib qoladi. Demak, p r kvadrat ko'paytiraman h o'rniga mana bu yerdagi 22 ni qo'yib ketsak bo'ladi. 2 ko'paytiraman 22 teng bu 44 ga teng bo'lib qoladi. With the twice radius, ya'ni 2 marta katta oldingi radiusiga qaraganda va uni balandligiga qaraganda balandligining yarmini tashkil qiladi. And half the height of a cylinder A. Shunday qilib 44 degan javob bo'ladi. C mutlaqo to'g'ri javob hisoblanadi bunda. Demak, termslarga, ya'ni terminlarga e'tibor beradigan bo'lsak, dimension bu o'lchov, area yuza, volume hajm, length uzunlik, width kenglik, height degani balandlik, side degani yoq. Ya'ni bu yerda prizmalarga ko'proq urg'u berilgan yon-yog'i. Tomoni desak ham bo'ladi. Side degani o'zi tomon. Surface area, ya'ni to'la sirtli yuzi. Surface degani o'zi sirt degani, area degani yuza degani. Circumference, ya'ni aylana uzunligi. Albatta keltirib ketdim, bitta aylana mavzusiga kelganda. Yana aylana mavzusi bor, buni o'tamiz. Radius, mana bu demak tarjima qilinmaydigan terminlar hisoblanadi. Radius, diameter, diagonal degan h degani bu ham qirrasi hisoblanadi. O'sha prizmalarga nisbatan ishlatiladi. Terminlar shulardan iborat edi. Agar kimdadir qanaqadir question bo'lsa, comment qismiga yozish mumkin. Albatta qo'limizdan kelgancha shu narsani, ya'ni shu mavzuni yoritib berishga harakat qildik. Demak, kimdadir qanaqadir savol bo'lsa, bemalol comment qismiga yozish mumkin. Videoni shu joygacha tomosha qilganlar uchun albatta rahmat deb aytib qolaman. Good luck test takers, you got this.